sun'iy intellekt dasturchilar o'rnini bosa oladimi? Bu shu sun'iy intellekt mavzusi paydo bo'lgandan beri bu savolni hammaga berib chiqamiz. Albatta bosa oladi. Bosib bo'lyapti ham. Ko'p o'sha Amerikadagi katta kompaniyalar bo'shatib yuboryapti ishchilarini. Nega? Chunki Sun'iy intellekt bilan ya'ni junior dasturchilar, ya'ni oddiy yangi o'rganganlar, boshlang'ich dasturchilarni ishini AI ulardan yaxshiroq qiladi. Masalan, kodlarni yozadi. Kodlarni yozadi. U unaqa rivojlanib ketgan unaqa yechimlar. Cloud Code bor, kursor bor, o'zi kod yozib beradi sizga. Mana bunaqa masalan vazifaga qarab. Shunaqa qilish kerak. Tilda aytsangiz, og'zaki aytsangiz, u yozib beradi. Ana oldin u narsani masalan senior, ya'ni tajribali odam yozadigan bo'lsa, muhim ishlar qolib ketdi. Shuning uchun juniorlarni olib $1000 ishlatilardi oyiga. Hozir endi ular kerak emas. Undan ko'ra $100 yoki $10 AI olib qo'yamiz. AI agent deyiladi uni. U o'zi koding qiladi. Masalan, men senior sifatida aytishim mumkin, menga mana shu feature deydi, mana shu qanaqadir qismini bajarib bergin deb turib yozib qo'ysam, u bajarib beradi. Men bu yoqda tekshirib olaman. Va eng qizig'i bu tez bajaradi. 10 barobar tez, kerak bo'lsa 100 barobar arzon va ya'ni doim ishlaydi. 24 soat ishlaydi. Shuni hisobiga biz ko'p aytadigan gap, O'zbekistondan o'sha hozir boshlang'ich dasturchilarimizni tezda biz kuchli kadrga aylantirmasak, ular biz bozordan qolib ketamiz. Va buni hali ko'pchilik ko'rmayapti.